Tanishing, bu Asal. U aktrisa. Buni aytmasangiz ham hamma biladi. Undan tashqari men yana... To'xtang. O'zim davom etiraman. Mayli, gapiring. U yana mehribon rafiqa, ona va umuman o'z ustida ko'p ishlaydigan ayol. Shuning uchun u ba'zida o'ziga o'zi sovg'a qilishni, ya'ni shopping qilishni, chiroyli ko'ylaklar, yangi idish-tovoq va albatta Tilla va brilliantlar sotib olishni juda yaxshi ko'radi. Lekin pulini juda ko'p ishlatib qo'yayotganini sezmaydi. Sezganidan keyin esa siqilib o'tiradi. Toki Xonsaroy Money haqida eshitmagunicha, endilikda u pullarini kelajakka investitsiya qiladi va halol yo'l bilan ko'paytiradi. Rahmat. Yiliga 30% gacha halol daromad imkoniyati. Men Xonsaroy Moneyga ishonaman. Ha, Asal endi investor.